رسول الله حبيب الله نبي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Allah'ın rahmetini qo'llangan shaytonning ozdirib ketishidan Allohga sig'inib panoh talab qilaman. Nihoyat shafqatli va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Bizni butun koinotni yaratgan, bizni dunyo va oxiratlik nijotlik yo'li bo'lgan haq dini islom diniga hidoyat qilgan qudratli Robbimiz Alloh subhanahu va taologa cheksiz hamdlar bo'lsin. Alamlarga rahmat qilib avatilgan Hazrati Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga, shu janob Rasulullohning oilasiga, janob Rasulullohning barliq sahobalariga va ularning yo'lida izchil qiyomat kuni qadar erishib mangan barliq mu'min musulmon birodarlarga Allohning rahmati va salomi bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli savodashlar. Biz bugün davomlashtirib kelayotgan janob Rasulullohning hayot tarixi haqidagi bu Rahiqul Maktum nomli kitobdagi darsimizni davomlashtirish uchun biz bu darsxonaga yig'ildik. Hammalarga Alloh rahmat qilsin. Biz bugün o'qimoqchi bo'lgan darsimiz Fi Darun Nuduvati Barlaminu Quraysh. Yeni Darun Nudvat, yeni bizning davr tilimiz bilan qilib aytganda Qurayshlarning parlamenti. Yani umumiy millat orasida, xalq orasida yuz berayotgan cho'ng-cho'ng hodislarni, cho'ng-cho'ng ishlarni muzokara qiladigan, uning uchun ma'lum bir tadbir planlarni tuzadigan bir yig'in zali haqida to'xtalamiz. ولما رأى المشركون أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تجهزوا وخرجوا وحملوا وساقوا الزرار والأطفال والأموال إلى الأوس والخزرج أصابتهم الكابة والحزن وساورهم القلق والهم بشكل لم يسبق له مثيل فقد تجسد أمامهم خطر حقيقي عظيم أخذ يهدد كيانهم الوثنية والاقتصادية. Müşrikler Cenab-ı Resulullah'ın sahabelerinin evlatlarını, balıvakıllarını ve iktisat mülklerini götürüp bu Hazreç ve Evs'in ibaret bu Medine'deki iki kabile tarafga tayyorlik qilib, hijrat qilib manganligini ko'rib, ularga nihoyat og'ir qayg'ular yetdi. Ularni ilgari ening o'xshab boqmagan shakldagi bearomlik g'am qayg'ular o'rib oldi. Ularning ko'z oldida ularning butparastlik ve iqtisadi qurilmasiga tahdid solishga boshlagan haqiqiy cho'ng bir xatar ularning ko'z oldida gavdalandi. Faqad kanu ya'lamuna ma fi shakhsiyati Muhammadin sallallohu alayhi va sallam min g'ayati quvvati at-ta'thir ma'a kamal al-qiyada wal-irshad wa ma fi ashabihi min al-azimati wal-istiqama wal-fida'i fi sabilihi. ثم ما في قبائل الأوس والخزرج من القوة والمنعت. Bu müşrikler Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsiyetinde, yani Cenab-ı Resulullah'ın obraz karakterinde bu mükemmel bir komandanlık, rehberlik, hem yetekçilik buluşu bilan birlikte gayet bir tesir kuchning borligini belirtdi. Hem Cenab-ı Resulullah'ın sahabeleri da Cenab-ı Resulullah'ın qo'g'dash yo'lida fidokorlik, haqqoniyatchilik
hem haqqaniyatning qaytmaslik irodasining borligini biladi. Hem Avis ve Hazrajdan iborat bu ikki qabilalardagi kuch-quvvat, hem ularni qo'g'diqdak bir kuchning borligini, hem mushu ikki qabilaninki aqlliq odamlarning ichida o'zaro o'chmanlik adovatni tashlashga turtki bo'ladigan yaxshilik va sog'lom tuyg'ularning borligini biladi. Bo'libmi ular uzun yillar yerlik urushninki ochiq ta'mini tetigandan keyin o'zaro o'chmanlikni, dushmanlikni, adovatni tashlashga turtki bo'ladigan, sabab bo'ladigan yaxshi sog'lom tuyg'ularning borligini bu Quraysh mushriklari biladi. Hem ular Madinaning mana Qizil dengiz sahili bilan Yamandan Sham tarafga o'tadigan tijorat o'rinlariga nisbatan Madinaning strategik o'rnini biladi. Makka ahli shillig'im 250 ming oltin dinar qimmatidagi iqtisod mulk bilan Shamga tijoratga boradi. Bu Taif'dan başqa rayon əhllərinin sağan məbləğdən başqa. Şunisi məlum ki, bu ticaret soda setiqninki asası aylanma halıtı aşı yolunun bexətər muqimliqqa bağlıq idi. Mana Qurayşliklərə nisbətən bu Yasrabdagi İslami dəvət mərkəzində zor bir xatarning borlig'imi maxfi emas edi. Hem o Madina ahlilarininki ularga qarshi maydonda turish bilan Yasrabdagi islomiy da'vat markazida g'oyat bir xatarning borlig'imi Qurayshliklarga maxfi emas edi. Mushriklar o'zlarining mavjudligiga tahdid solayotgan bu zo'r xatarni his qildi. Ular bu xatarning birdan-bir manbasi bo'lgan islomiy da'vat bayroqlari Muhammad alayhisolatu vassalomni dan iborat bu xatarni to'sish uchun eng unumli bir vosita haqida izlanadi. Nubuvatning 14-yil Safar oyining 26-kuni payshanba kunida milodiya 622-yili 12-sentabr oylarida bu cho'ng Aqaba bay'ati bo'lib, 2,5 oydan keyin bu Makka parlamenti kunduzning avvalida o'z tarixidagi eng xatarlik bo'lgan bir uyushish, eng sharaflik bo'lgan bir yig'inni o'tkazdi. Bu yig'inga Quraysh qabilalarining barliq vakillari keldi. Hem islomiy da'vatning bayroqdori bo'lgan Muhammad alayhisolatu vassalom, hem islomiy da'vatning nur to'lqinlarini bir butun mavjudlikdan o'zish, islomiy da'vat bayroqlarini tiz yo'qotishga kafolatlik qiladigan keskin bir planni muzokara qilish uchun Quraysh qabilalarining barliq vakillari bu yig'inga qatnashdi. Bu yig'inga keldi. وكانت الوجوه البارزة في هذا الاجتماع الخطير من نواب قبائل قريش. Mana bu Qurayshlarga nisbatan eng sharaflik bo'lgan, musulmonlarga nisbatan eng xatarlik bo'lgan bu yig'ilishga Quraysh qabilalarining vakillaridan eng ko'zga ko'ringan yuzlik odamlar qatnashgan. Birinchidan Abu Jahl ibn Hisham Bani Maqsum qabilasidan, Jubayr ibn Mut'im, Tuaymat ibn Adi, Haris ibn Amir, bu Bani Nawfal ibn Abdumannab qabilasidan, Shayba, Utba, Rabiyaning ikki o'g'li, Abu Sufyan ibn Harb, Bani Abdushams ibn Abdumannab qabilasidan, 7-chi Nazr ibn Haris, Bani Abduddar qabilasidan, Abul Buhtar ibn Hisham, Sam'at ibn Aswad,
Hakim ibn Hizam Beni Asad ibn Abdul Uzza qabilasidan. Hajjajning ikki o'g'li Nubay Munabbih Beni Sahm qabilasidan. Umayyad ibn Khalaf Beni Jumayh qabilasidan. Mana shu Quraysh qabilalarining ichida eng ko'z ko'ringan, eng yuzlik, eng obro'li bo'lgan shu vakillar bu yig'inga qatnashgan. Ular belgilangan vaqt bo'yicha bu Qurayshlarning bu parlamentiga keldi. Kelganda ularning oldina iblis bu eng cho'ng bir sheyxning qiyofatida ularning oldina turdi. Bu iblisning ustida uning bir to'ni bor. Bu eshikni to'xtadi. Qog'allar dediki, kim sen sheyx dedi. Dedi bu Necde ahdim bo'lgan sheyx bo'lib, sizning tayyorlik qilayotgan ishingni anglab, sizlar bilan birlikda hozir bo'lmoqchi, sizlarning nima deyishinglar, nima deydiganliginglarni anglab beqish uchun bu yerga hozir bo'ldi dedi. Sizlardan o sheyxdan bir fikr va samimiy sodiq bo'lgan bir nasihatning yo'qolib ketmasligini umid qildi. Dedi qog'allar, bo'ladi kirgan dedi. O iblis ular bilan birga kirdi. En-nuqashul berlamaniyu vel icma'u ala qararin g'ashimin bi qatlin nabiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu parlamentda bo'lib o'tgan munozaralar. Hem Cenab-ı Resulullah'ı öldürüş haqidagi bu salimchi bo'lgan bu qarorga birlikka kelish. Ve ba'da an takamala al-ijtima' bada'a arzul iqtirahat vel hulul. Ve dara an-nuqash tawilan. Qala Abul Aswad nukhrijuhu min bayn azharina ve nunfihi min biladina ve la nubali ayna zahab ve la حيث وقع فقد أصلحنا أمرنا وألفتنا كما كانت. Yani bu yig'ilish to'liq bo'lgandan keyin yana bu yig'ilishga taklif qilingan barliq vakillar to'liq yig'ilib bo'lgandan keyin bu yig'inda takliflar hal qilish chora-tadbirlari o'tirib qo'yilishga boshladi. Munozaralar uzun bo'ldi. Abul Aswad dedi ki, biz o Muhammed'ni aramızdan çıkarıp, onu bizden şehrimizden başka şehirge palava saklı buludu. O nege vardı, kıyağı düşüdü, bununla işimiz boğmuş oldu. Biz özümüzün işlerini ıslah kılımız, bundan burun kandak inak ittifak ötken bolsak, şu inak ittifak halatı ötü vermez dedi. Kala Şeyhun Necdiyya, mana bu Necdilik boğan bu şeyh, yine bu iblis diyen bu şeytan aleyhillâne la vallahi ma haza lekum bira'in elem tarav husna hadithi ve halavete mantıqi ve galabethu ala kulubir rical bima ya'ti bih. Ya Allah olan qasam, bu fikir sizlarga aqlani bir fikir olmaqdı. Sizlar o Muhammed'nin sözünün yaxşılığını, onun söz urgusunun tatlılığı, hem onun yüze epkegen narsa arqalıq kişilerin kalbi üstüden galip gelip kalbini egerli verişleri, yüzge maylı kılışlarını kömüdünler mi? Vallahi lev faaltum zalike ma amintum en yahilla ala hayyin minel Arab. Thumma yasiru bihim ileykum ve ba'da en yutabi'uhu. Hatta yata'akum bihim fi biladikum thumma yaf'alu bikum ma arada. Dabbiru fihi ra'yan gayra haza. Allah olan qasam, eğer siz muş işini qilsanglar, bu Muhammed'ninki Araplardan ma'lum bir mahalliga tushib, ular orqali sizlar bilan sizlar tarafga yurish qilib kelishdan xotirjam bo'lolmaysizlar. Mana o mahalladagi kishilar o Muhammadga ergashgandan keyin Muhammad ular bilan sizlar tarafga yurish qilishdan xotirjam bo'lolmaysizlar. Hem ular orqali sizlarning shahringlarga qadam bosib keladi.
Ondan keyin sizlarga xohlaganini qiladi. Sizlar bu Muhammad haqida bu fikrdan boshqaroq bir fikrni o'ylanib boqinglar dedi. Qala Abul Buxtari ahbisuhu fil hadid va aghliqu alayhi baban. ثم تربصوا به ما أصاب أمثاله من الشعراء الذين كانوا قبله سهيرا والنابغة ومن مضى منهم من هذا الموت حتى يصيبه ما أصابهم. Dedi Abul Buxtari o Muhammed'in tümür qapazga sulab qo'yinglar. O tümür qapazning ishigini taqib etdinglar. O Muhammedga onunğa o'xshash o Muhammaddan ilgari o'tgan shoirlarga yetgan bu o'limni kutinglar. Ya'ni Muhammaddan ilgari Zuhayra, Nabiga ham ulardan ilgari o'tgan yana bir shoirlar bo'lgan. Ular shu tariqada o'lgan edi. Mana o Muhammadga ularga yetgan narsa yetdi, siz shuni kutinglar dedi. Mana bu Necdilik şeyh kıyafetinde kelgan bu iblis aleyhillâne dedi ki la vallahi ma haza lakum bira'in vallahi la in habistumuhu kema taquluna la yakhrucunna amruhu min vara'il bab allazi aghlaqtum duna ila ashabihi. Mana bu iblis aleyhillâne dedi ki ya Allah olan qasam bu sizlarga bir aqilona bir fikir emas. Allah olan qasam eğer o Muhammedni onda tümür qapasga sulab qo'ysanglar sil degandek. Bu Muhammedning ishlari o tümür qapasning oldida sili taqib olgan darvozaning oqisidan o Muhammedning amrolariga chiqadi. Ondan keyin bu Muhammedning amrolari bo'lgan bu sahobalar sizlarga yurish qilib, sizlarga sakrab qo'pidi, o Muhammadni sizlarning qo'linglardan tortib oladi. Ondan keyin o Muhammad orqali sizlarga odam sonini ko'paytib, yupirilib keladi, sizlarning ishinglardan g'olib keladi. Mana bu sizlarga bir fikr emas. Sizlar bu fikrdan boshqacharoq bir fikr haqida o'ylaninglar, nazar tashlanglar dedi. Ve ba'de en rafazal berlamanu hazaynil iqtirahayn. Mana bu parlament bu ikki taklifni rad qilgandan keyin bu parlament a'zolarining hammasi qo'shilgan bir gunohkorona bo'lgan jinoyat xarakteridagi bo'lgan bir taklif fikr sunildi. Taqaddama bihi kabiru mujrimi Mekke'de Ebu Cehil ibn Hişam. Mana bu fikrni Mekke'nin en çoğun cinayetçisi Ebu Cehil ibn Hişam sungan edi. Ebu Cehil dedi ki vallahi inna li fihi ra'yan ma arakum vaqatum aleyhi ba'd. Allah olan qasam sizlar taqi onu tutma bakmagan bir fikrim var meniki o Muhammed hakkında. Dedi qağallar ama ve ya Abul Hakim. Onda da senin fikrin qaysi fikir ya Abul Hakim dedi. Qala ara an na'khuza min kulli qabilatin fata shabban jalidan nasiban wasitan fina. Summa nu'ti kulli fata minhum sayfan saliman. Men her bir kabileden aramızda yüzlük boğan, nesibi intayin abroylu, güçlük boğan bir yaş yigitlerini kabul kılıp alımız. Andikin oladın her bir yigitke ötkür bir kalışını birimiz, ola hemmisi o Muhammed'ni maksat kılıp yükürülüp vardı. O Muhammed'ni o kalışıyla bir adam kurganda tanrı urudu. Andikin ola o Muhammed'ni öldürdü. Biz o Muhammed'den rahatlanırız. Çokum ola aşna qiysa o Muhammed'ninki qini kütkül qabillarga chechilib ketdi. O Banu Abdullah cemaatleri olanın kavmillerinin hemmisi bilan urush qilishga qodir bo'lolmadi. Ola andikin bizden diyet verishga rozi bo'ldi. Biz o Muhammed haqida ular uchun biz diyetni to'ladik dedi.
Bu Necdilik şeyh kıyafeti gelgen bu İblis aleyhillâne dedi ki el-kavlu ma kâlel recûl hazır yullacılar ya gayre. Ma'adam degan söz rasmiy söz mana. Mana mushu bir fikir ki bu fikirden başka fikir kabul kılınmaydigan ravrus bir fikir mana mushu dedi. Ve vafaqa berlemanu Mekke'te ala hazal iktirahil asimi bil icma ve raca'an nevabu ila buyutihim ve kad sammamu ala tenfiz hazal kararı favra. Mekke parlamenti o cinayet karakterdeki bu teklif fikirge icmaen hemmisi birlikte koşaldı. Bütün vekiller özünün öydürüge kayıttı. Bu kararın derhal icra kılış iradesiyle geldi. Hem de Cenab-ı Resulullah'ın icra kılışındaki sebepler. Cenab-ı Resulullah'ın özünün kimlikleri dökülgen, yüzü üst yetilgen, bu Mekke'den ibaret bu ulug' bir diyarning o'zini yurtni tashlab bu Madinaga ketishidagi Madinaga hijrat qilishidagi asosiy sabablar haqida to'xtalamiz. Bayna tadbiri Quraysh'in va tadbirillahi subhanahu va taala. Qurayshlarning plan tadbiri Allah subhanahu va taolaning plan tadbiri haqida to'xtalamiz. Mana bir nishon uchun, bir g'oya uchun uchrashgan, yig'ilgan bu maxfiy yig'ilishning tabiatining qatoridan bu kundalik faoliyatga qarshi bo'ladigan, izchil davomlashib kelayotgan odatlarga qarshi keladigan qandaqdir bir harakatning bu jamiyatga oshkor bo'lib qolmasligi. Bir odam bu suiqasdning, bu xatarning qo'rg'ini ko'rib qolmasligi uchun bir odamning xiyoliga bu yerda bir yomonlikni ifodalab beradigan yushurun bir harakatning planning bog'lig'i bir odamning xiyoliga kelmaydi. Va kana haza makran min Quraysh walakinnahum makaru bizalika Allah subhanahu va taala fakhayyabahum min haythu la yash'urun. Mana bu o'zim Qurayshlardan bo'lgan bir hilmikar suiqasd. Lekin ular shu orqali Allah subhanahu va taolaga hilmikar qilmoqchi bo'ldi, Allohni aldamoqchi bo'ldi. Lekin Allah ular o'ylamagan yerdan ularning bu umidini ziyon uchratdi. Amalga oshirdi. Cho'qim Jibril alayhissalom payg'ambar alayhissalatu vassalamga o'z Robbi taborak va taoladan bir vahiy bilan tushdi. Jibril alayhissalom Janob Rasululloh Qurayshlarning bu suiqasd planlarini xabar berdi. Cho'qim Alloh subhanahu va taolo Janob Rasulullohga hijrat qilib chiqishga izni berganligini xabar berdi. Hem Resulullah'a hicret qilish vaqtini belgilab berdi. Hem o Janob Rasulullohga Qurayshlarga qarshi beradigan raddiyat javob planlarini bayon qildi. Dedi Janob Rasululloh, dedi Jibril alayhissalom, bu kecha sen bundan burun yotgan bu yotalg'ich joyingda yetib qolmag'in dedi. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم في الهاجرة حين يستريح الناس في بيوتهم إلى أبي بكر رضي الله عنه ليبرم معه مراحل الهجرة. قالت عائشة رضي الله عنها بينما نحن جلوس في بيت أبي بكر رضي الله عنه في نهر الظهيرة قال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتنا فيها. فقال أبو بكر فداء له أبي وأمي والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. Cenab-ı Resulullah kişiler öz öylerinde dem alıdığan del şu vakitte Abu Bakr radhiyallahu anh'ın kaşığa bağdı. Abu Bakr Sıddık radhiyallahu anh'ın hicret basmışlarını, hicret planlarını karar kılıp bekitiş için. Ayşe radhiyallahu anh'a dedi ki biz Abu Bakr'ın uyda oturattık, del şu vakitte. Bir deyikçinin özü, xəvərçinin özü Abu Bakr radhiyallahu anh'ın şunda da xəvər kıldı.
mana Allah'ın Peygamberi Muhammed Aleyhisselam bu kanniya bu yüzünü yögüvagan haleti kipti. Bizning qashimizga kelmaydigan bir vaqt keldi dedi Abu Bakr radhiyallohu anhu. Bu Cenab-ı Resulullah dadam anam pilav olsun. Allah bilan qasam bu Cenab-ı Resulullah bu saat bu vaqtlarda faqat intayin zo'r bo'lgan, ahamiyatli bo'lgan bir ish keldi dedi. قالت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنه فأذن له فدخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر اخرج من عندك فقال أبو بكر إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله قال فإني قد أذن لي في الخروج فقال أبو بكر الصحبة بأبي أنت يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. Dedi Ayşe radhiyallahu anha Cenab-ı Resulullah geldi. Cenab-ı Resulullah ruhsat talep kıldı. Resulullah uyup gelişki izni verildi. Resulullah uyup geldi. Peygamber aleyhissalatu vesselam Ebu Bekir Sıddık radhiyallahu anhu dedi ki kayşındaki ademlerini çıkarıvat dedi. Dedi Ebu Bekir Sıddık radhiyallahu anhu ula olsun senin ailen sana ahlan. Mening dadam pida olsun ya Resulullah dedi Cenab-ı Resulullah. Çokum ben çıkışka yani icraat kılıp çıkışka izni verildi dedi. Dedi Ebu Bekir Sıddık radhiyallahu anhu mening dadam pida olsun ya Resulullah ben sana hemra olup mağamen mol. Dedi Peygamber aleyhissalatu vesselam dedi. ثم أبرم معه خطة الهجرة ورجع إلى بيته ينتظر مجيء الليل وقد استمر في أعماله اليومية حسب المعتاد حتى لم يشعر أحد بأنه يستعد للهجرة أو لأي أمر آخر اتقاء مما قررته قريش. Cenab-ı Resulullah Ebu Bekir Sıddık radhiyallahu anh olan bu icraat planlarına karar kılıp da gitti. Ebu Bekir Sıddık radhiyallahu anh özünün uyga qaytdı. Keçinin kelişini kütüp. Hem o Ebu Bekir Sıddık radhiyallahu anh özünün kündürük faaliyetleri izchil davamlaştı adeti boyunca. Bir adam o Ebu Bekir Sıddık radhiyallahu anh'ın icraatga tayyorlik qilayotganligini sezib qolmaslik uchun yoki Qurayshliklar qaror qilgan bu qarordan saqlanadigan yana boshqa bir kishilarga nisbatan bir odam iz qilmaslik uchun odat bo'yicha o'zining kundalik faoliyatini izchil davomlashdi. Hem Cenab-ı Resulullah o Ebu Bekir Sıddık radhiyallahu anh olan icraat planını bekitdi. Cenab-ı Resulullah o'zining uyga keçinin kelishini kutib qaytdi. Cenab-ı Resulullah o'zining kundalik faoliyatlarida odati bo'yicha izchil davomlashdi. Bir odamning Cenab-ı Resulullah'ın icraatga tayyorlik qilayotganligini yoki Qurayshliklar qaror qilgan bu rezil bo'lgan bu suiqasd plandan saqlanish uchun yeni bilak bir ishga nisbatan tayyorlik qilayotibdi deb bir odam iz qilmaslik uchun odati bo'yicha kundalik faoliyatlarda izchil davomlashdi Cenab-ı Resulullah. Hem davomlashdi. Tatbiqu manzil-i Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Endi Cenab-ı Resulullah'ın ailesine uyini qorshab qo'yish. Amma akabiru mujrimi Quraysh'in faqadaw naharahum fil i'dad sirran litanfizil khittatil marsuma allati abramaha barnabiru Mekkah darun nadwa sabahan waqtu yira lizalika ahadun ashara ra'isan min haula'il akabir lahum. Cenab-ı Resulullah'ın ailesini qorshab qo'yish. Qurayshliklarning eng chong jinoyatchilari o'zlarining kunduz kunlarini Mekke parlamenti atgan sa'rlik bekitgan belgilangan planni ijro qilish uchun maxfiy tayyorlik ishini o'tkazdi. Shu chong jinoyatchilardan 11 shaxs tanlandi. O 11 shaxsning birincisi Abu Jahl ibn Hisham, ikinchisi Hakam ibn Abil As, üçüncüsü Uqbat ibn Abi Muayt, dördüncüsü Nazr ibn Haris, beşincisi Umayyad ibn Khalaf,
6. Zemet ibn Esved, 7. Tuaym ibn Adi, 8. Ebu Leheb, 9. Ubey ibn Halab, 10. Nubey ibn Haccac, 11. Enin qarindishi Munabbi ibn Haccac. Mana bu 11 şəxs muş işqa tanlandı. Cenab-ı Resulullah'ın adetlerinin qatarıdan qubdan namazdan keyin kişinin evvelide uxlash. Yarım keçiden keyin Masjidil Haramga chiqib, Masjidil Haram kechilib qiyamda namoz o'qish Resulullah'ın adeti edi. Cenab-ı Resulullah Ali radhiyallahu anh'ın mush kechilikda o'zining yotarli joyida Cenab-ı Resulullah'ın bu Hazra Mevlid'de ishlab chiqarilgan yeşil to'ni bilan yugilib yetishga buyurdi. Ve akhbarahu annahu la yusifuhu makruh. Cenab-ı Resulullah Ali radhiyallahu anh'a bu bana yaqtırmaydigan, bana pişkenlik yetmeydiganlığını haber verdi. فَلَمَّا كَانَتْ أُتْمَةٌ مِنَ اللَّيْلِ وَسَادَ الْغُدُوءُ وَنَامَ عَامَّةُ النَّاسِ جاء المذكورون إلى بيته صلى الله عليه وسلم سرا واجتمعوا على بابه يرصدونه وهم يظنونه نائما حتى إذا قام وخرج وثبوا عليه ونفذوا ما قرروا به. Kişinin qaranqılıqı bolup jimjitlik hüküm sürgen. Umumi kişiler uyquga tushib ketgan vaqtida yuqori tilga ilingan bu 11 nafar shaxslar Cenab-ı Resulullah'ın uyga maxfiy holatda keldi. Ular Cenab-ı Resulullah'ın ishikida to'plashdi, Resulullah'ni kutib. Ular Cenab-ı Resulullah'ni uxlayotdi. Cenab-ı Resulullah dasonidan qopsa, sirtqa chiqsa, hammasi Cenab-ı Resulullah'a yuborilib, berib, o Cenab-ı Resulullah haqida qaror qilgan qarorni icra qildiganligini gumon qilishdi, o'ylashdi. وكانوا على ثقة ويقين جازم من نجاح هذه المؤامرات الدنيا حتى وقف أبو جهل وقفة السحو والخيلاء وقال مخاطبا لأصحابه المطوقين في سخرية واستهزاء. من أولا وسما مشهور تسكش رزل سيقاسنك g'alaba qozondiganlikqa jazmi bir ishonchi ustida edi. Abu Jahl noiti po'chi akavurlarcha turib dediki, o'zininki qo'rshovga olgan hamrohlariga xitob qilgan holatda masxaralik sog'liq ishi dedi. Cho'qim Muhammad shuni da'vo qilgan. Sizlar u Muhammadga ergishib qolsanglar Muhammadning ishiga. Sizlar arab ajamlarning podshosi bo'lmoqchidinglar. Andekin seni o'lgandan keyin Allohning oldiga hisob berish uchun tirilib bormoqchidinglar. Andekin sizlar uchun Urdunning bog'chilariga o'xshash, jannatga o'xshash bir jannat bog'chilar qilinmoqchidir. Agar qilmagan bo'lsanglar, o Muhammad uchun sizlar haqida bo'g'izlash bor. Sizlarning kallangni kesish bor. Andekin sizlar o'lgandan keyin tirilib qopdinglar. Andekin sizlar uchun sizlar ening ichida kuydigan bir o't davzaq qilinadi. Deb bu akavurlik, po'chilik ichida, masxir sog'liq ichida bunday degan edi. وقد كان ميعاد تنفيذ تلك المؤامرات بعد منتصف الليل في وقت خروجه صلى الله عليه وسلم من البيت فباتوا متيقظين ينتظرون ساعة الصفر ولكن الله غالب على أمره بيده ملكوت السماوات والأرض يفعل ما يشاء وهو يجير ولا يجار عليه. Mana aş suiqasdni ijro qilish vaqti Cenab-ı Resulullah uydan chiqqan vaqti yarim kechadan keyin bo'ladi. Mana ular mushu soat 12 ni kutib uyg'oq holatda turdi. Lekin Alloh o'z ishiga g'olibdir. Osmon zaminning egiligi huquqi Allohning qo'lida. Allah xoliqini qiladi. Bu Allah boshqalarga amonlik beradi, Allohga amonlik berilmaydi. Cho'qim Allah keyingi vaqtning Janob Rasululloh xitob qilgan bu xitobni qildi. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ.
Aslan sizi Muhammed Aleyhisselam öz vaqtidagi ahvolniki, sizga kafir bo'lgan kishilar sizni joyingizda to'xtatib turmoqchilab qo'ymoqchi yoki sizni o'tdirmoqchi yoki sizni yurtdan qo'g'lab chiqarmoqchi uchun ilm-fikr qilgan. Ular izchil turdi bu suiqasd ilm-fikrni qildi. Allah uning qarta tadbir qo'llanadi. Allah bu tadbir qo'llovchilarning eng yaxshisidir dedi. Er-Rasul sallallahu aleyhi ve sellem yugadiru beyte. Peygamber aleyhissalatu vesselam o'zining uyini tashlab hijrat safariga atlanib mavdi. Demak, yuqorida Makka mushriklari Janob Rasulullohni shuxil plan bilan bir taraf qilmoqchi bo'lgan. Birisi Janob Rasulullohning o'zini maxsus turmuga qamab qo'yib, bir umr turmida o'ltirib yo'qotish. Ikkinchisi naq maydonda o'ltirib o'tish yoki yurtdan qo'g'lab chiqarib o'tish. Mana bu xil razil planni ijro qilish uchun kufri qadam bosib mangan vaqtida andikin Janob Rasululloh bu hijrat safariga atlanib mandi. Janob Rasululloh o'zining uyini tashlab mandi. Qurayshlar o'zlarining planida g'oyat bir o'yg'oq, g'oyat bir diqqat sezgurlik bilan turib, tez mag'lub bo'ldi. Bu vaqtda Janob Rasululloh uydan chiqdi. Ularning saflarini yerib mangdi. Bir o'chum sheg'il toshni elib, uni ularning boshlariga so'rib chechivatdi. Allah ularning ko'zlarini Janob Rasulullohdan, ularning ko'zlaridan ko'rish quvvatini elib oldi. Ular Rasulullohni ko'rmaydi. O Janob Rasululloh ve ja'alna min bayna aydihim sadda ve min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Ya Suriyasının 9. ayetini tilavet qilib maqdi. Biz ularning oldidan bir to'saqni, keynidan bir to'saqni qildik. Ularning ko'zlarini pardalavatdik, ular ko'rmaydi degan oyatni tilavet qilib, ularning saflarini yerib chiqib ketdi. Ulardan bir odam qomadan ekan qolsa, uning beshiga bir to'p qo'yildi. Hem Janob Rasululloh Abu Bakrning uyiga davomlashib maqdi. Mana bu ish ko'ylan Abu Bakrning uyining oq tarafdagi eshikdan chiqdi, kechilikda hattoki Yaman yo'nalishidagi Savr g'origa yetib keldi. Mana bu Janob Rasulullohning uyini muhosiraga olgan kishilar bu soat 12 ning kelishini kutib izchil davomlashdi. Mana bu 12 ning kelish vaqtdan azroq ilgari ularga bu ziyon tortganlik, mag'lub bo'lganlik ahvoli oshkor bo'ldi. Ularning qishig'a ular bilan birga bo'lmagan bir odam kelib, ularni Rasulullohning ishini ko'rdi dedi u. Matan tasiru. Nimini kütüyordular? Dedi ola Muhammed'ne dedi. Dedi bu adam xibutum ve hasirtum. Siz ziyan tattağlar. Çokum Allah olan kasem Muhammed silahının kaşaldığını ötep gitti. Silahının başlarına Allah'ı topçu çıvattı. Hem o üzünün acit için yürüyüş kılıp mağdı dedi. Dedi ola Allah olan kasem biz o Muhammed'in kömürük dedi. Ola özlerinin başlarından topunu silkişke başladı. ولكنهم تطلعوا من سير الباب فرأوا عليا فقالوا والله إن هذا لمحمد نائما عليه برده فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا فقام علي عن الفراش فسخط في أيديهم فسألوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا علم لي به لكن الله اشكن يجودن qarab baktı, elini gördü. Dedi ola Allah ona qasan çoxum muşu, elbette uxlavatqan Muhammed şu deyişdi. Mana onun üstüde şu Muhammed'nin tonu var deyişdi. Hemişem şunun oxşaş, ola tanat tutdu, Ali raziyallahu anh yatalığı caydın tutdu. Olanın beşe yer düşüp getdi. Soruda ola o elinin özünün Cenab-ı Resulullah'a qırı soraptı. Dedi Ali raziyallahu anh, menin o eli Muhammed Aleyhisselam hakkında hiç kandak bilimim yok. Ne ketkenliğini okumayma dedi.
minat dari ilal ghar. Endi bu Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuning oilasidan ila g'or tarafga mangilgan qadam. Janob Rasululloh o'zining uyini Nubuvatning 14-yil safar oyining 27-kuni kechiligida tashlab maqdi. Ya'ni milodiy 622-yili 12-13 sentabrda Janob Rasululloh o'zining hamrohi Abu Bakr Siddiqning oilasiga keldi. Hem hamroh bo'lish, ham iqtisodiy jihatda Janob Rasululloh kishilarning eng ishonchliroqi Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu edi. Ondan keyin Janob Rasululloh bu vaqt darvozasidan eng oxirgi manzilni tashlab safarga bordi. Bu ish bilan Makkadan nəhayət tezlik bilan chiqib ketish uchun tong yurishdan burun Makkadan tezlik bilan chiqib ketish uchun eng oxirgi manzil orqa darvozadan chiqib ketdi. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن قريشا ستجد في الطلب وأن الطريق الذي ستتجه إليه الأنصار لأول وهلة هو طريق المدينة الرئيسي المتجه شمالا فسلك الطريق الذي يضاده تماما وهو الطريق الواقع جنوب مكة والمتجه نحو اليمين نحو اليمن. Peygamber aleyhissalatu vesselam şunu belirtti, Kureyşlikler ciddi kızgınlık bilen izleydiğanlığını belirtti. Hem tuncu karıştılan bütün dikkat nazar kartıldıgan yol bu şimalga karap menildiğen şimali yöneliş boğan asaslık Medine yolu idi. Cenab-ı Resulullah bu yolu tamamen karşı boğan bir yolun kadem basıp geldi. Yine Mekke'nin cenubuga joylashgan yo'l. Yine Yemen taraf yuzlanadigan Mekke'nin cenubuga joylashgan yo'lga qadam basib keldi. Janob Rasululloh bu yo'lning o'ziga 5 mil uzoqlikcha qadam basib kelib maqdi. Hattoki Savr tag'i deb taniladigan bir taqqa yetib keldi. O taq nəhayət egiz. Yolları nəhayət egiz bəs, bu çıxış imtihanı qiyin bo'lgan ko'p toshliq bir tog' edi. Janob Rasulullahning ikki qadamiga lati yo'g'ib olingan edi. Deyildi, balki bo'lgan edi Janob Rasululloh yo'lni o'zining putlari bilan mang'an edi. Nemishqa deganda shu mang'an putning izini yushirish uchun. Janob Rasulullah'ningki putiga lati yo'g'ildi. Nim bo'lsa bo'lsin, Janob Rasulullahni Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu taq chiqqanga qadar qanday qildi? Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu taq chiqqan vaqtidan ko'tarib oldi. Hem bu Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuga eg'ir qattiq bo'lishga boshladi. Hattoki Janob Rasulullahni tağının en çukusidagi bir önkürge yetkizdi. Mana bu önkür tarixda G'ori Savr g'ori deb tanilib kelgan. Bizning bugungi darsimiz nishada yig'ilishidi, savoldoshlar. Kelar qatim uchrashish bo'yicha hammanglarni Allohga topshirdim. Alloh hammamizni bu darsdan manfaatlangilar, foydalanishni nasib qilsin. Allah hammamizga Janob Rasulullahni o'ligi qilib minishni Alloh muvaffaq qilsin. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.